eshiklarimizni o'rnatib bo'ldik. Bu yerga 4 ta eshik o'rnatganmiz va koridorimiz to'g'rigi sababli eshiklarni ichkariga ochilib o'rnatganmiz. Eshiklarimiz juda ham sifatli chiqdi. Endi flashli eshiklarimiz ularimiz ikkitasi o'ynayli va ikkitasi bo'lib qo'yilgan. Eshiklarni ochilib yopilishiga ahamiyat berasizlar. Juda ham chiroyli ochilib yopilyapti. Xo'p. Gulimiz zalimizni esa qo'shli qilib chiroylab o'rnatib berganmiz. Endi flashli eshikning balandligi 2.30 dan baland. Mana zamonga bo'lgan 4 eshigimizdan. Kimga shunaqa sifatli eshiklar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilasizlar. Xudo xolasa, qo'ldan kelgancha chiroylab o'rnatib beramiz. Bu ishlarimiz zakazma varianti bitkazilgan. Dastlabki usulga hammasi ichiga kiradi. İşlerimiz yoqqan bo'lsa, like va podpiskaga bosib qo'yinglar. Kerakli bo'ladi, manfaatli bo'ladi. Bu videoni eshik qilib yurgan tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Qo'ldan kelgancha Xudo xolasa chiroyli va sifatli qilib o'rnatib beramiz.